Avvalambor assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar, Zafarbek Umra kanalining hurmatli obunachilari, yaxshimisizlar, salomatmisizlar, kayfiyatlar qalay? Umra ziyoratiga qiziqadiganlar, bormoqchilar, ota-onasini jo'natmoqchi bo'lganlar yoki narxini bilib yuray, ertaga yoki indin yoki keyingi oyga umra ziyoratiga ota-onamni jo'nataman degan vatandoshlarimizga umra ziyoratini bir qator bugun chiroyli qilib yoritib beramiz inshaalloh. Zafarbek hoji akamizdan bir qator intervyularni qilib. Hoji aka salomatmisiz? Kayfiyatlar qalay? O'zlaring yaxshimisizlar? Hoji aka bir qator ma'lumot berib o'tsangiz, reys necha kunlik bo'lyapti, qayerlardan reyslar bor, narx qancha bo'lyapti? Mana bizni Xudo xolasa Centrum kompaniyasida men birgalikda ish olib boryapmiz. Reyslarimizni Xudo xolasa Vodiydan, Vohadan, Toshkent shaharlaridan reyslarimiz bor, 14 kunlik paket. 14 kunlik paket. Shunda 3 kun Madina Munavvarada bo'linadi. 11 kun Makka Mukarramada Xudo xolasa ibodatlar bilan, sayohatlar bilan kunimizni o'tkazamiz. Gastinisalar masofasi qancha? Gastinisalarimiz masofalari Madina Munavvarada mana hamma biladi, to'g'rimi? Masofalarimiz rasa borsa 250 metr, 200 metrga boradi. Endi 50 metr, 100 metr desak to'g'ri kelmay qoladi. 200 metr atrofi. 200 metr atrofi. Makkada? Makka Mukarramada 1 kilometrdan oshadi, 1 kilometr 600-700 metr bo'lishi kerak. 1 kilometrdan oshiqroq chiqadi. Avtobuslar bor 24 soat. Avtobus bor, marshut bor, piyoda borsa bo'ladi. Mana o'tgan safar ham bordik. O'zimiz yuringlar, mana bir piyoda yurib ko'ramiz deb turib, piyoda tushdik. 7-8, 10 minutga bormasdan o'sha haram chegarasida bo'ldik. Qizil dengizi bormi? Bor, albatta bor. Mukammal umra qilinishi garantiyalanadimi? Albatta. Birinchi o'rinda bularni umra qilgan olib ketyapmiz. Men o'zim borishimga sababim shu. Odamlarni borib turib, birgalashib, chiroyli billa hamma amallarni birga qilish maqsadida. Hamma ziyoratlarga olib borasizlar. Qizil dengizlar ham shu qatori bor. Albatta bor. Hurmatli vatandoshlar, Zafarbek Umra kanaliga obuna bo'linglar. Xudo xolasa hoji tog'am o'zi ketyapti, o'zi borib, Xudo xolasa kanaliga videolarni qo'yib boradi. Arofatga boradimi, Uhudga boradimi, qayerga borishdan qat'iy nazar Xudo xolasa imkon qadar shu ziyoratchilardan rozimi, norozimi so'rab video qilib kanalga joylab boradi. Kanalga obuna bo'linglar, Xudo xolasa bundan keyingi qiziq ma'lumotlardan ko'rib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Xudo xolasa biz xizmatda.